Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining Abdul xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad İzzet. Bugun 2023 yili 5-oyning 23-kuni seshanba. Oldi bilan dehqonlarga xabarlarimizning asosiy mazmunlarini sunamiz. Yaponiyadagi Uyg'ur parlamenti a'zosi Uyg'urlar gullab yashnashga haqliqdir dedi. Xitoy davomli Uyg'ur usulini Uyg'urlarning atalmish baxtli ekanligiga dalil qilib ko'rsatmoqda. Xitoy raisi Xi Jinping O'rta Osiyo rahbarlari bilan ko'rishdi. Fransiyadagi moda kiyim shirkati Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik xususida yangi arzga duch keldi. Uyg'urlar duch kelayotgan zulmning insoniyatga qarshi eng og'ir jinoyat ekanligi takror ta'kidlandi. Tuvanda dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Aksiya Store'ning 16-maydagi xabariga ko'ra, oldingi oyda Yaponiyada parlament a'zoligiga saylangan Arifiya Erining bildirishicha, u jahon ahliga Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan bo'lsa-mu, ammo ular siyosat, savdo va boshqa sohalarda davomli utuq qozonmoqda degan signalni berishni umid qildi ekan. U bu vaqtda biz albatta irqiy qirg'inchilikning qurbonlarimiz. Ammo bu bizning birdan-bir salohiyatimiz emas. Biz muvaffaqiyat qozonishga va gullab yashnashga haqliqmiz degan. Politico Tour'ning 18-maydagi xabariga ko'ra, oldingi hafta Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi yig'inida Xitoyning ayollar qartilgan kamsitishni tugutish jihatdagi majburiyatni ado qilish ahvoli hamda Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati qatorliqlar qarab chiqilgan. Holbuki Xitoy diplomati Hua Chunying Uyg'ur musulmonlarining kultural huquqlaridan mahrum qilinganligi to'g'risidagi ayblashlarga e'tiroz bildirib, Uyg'urlarning hali ham usul o'ynab o'z kulturini namoyon qilayotganligini, shundaqla o'zlarining milliy taomlaridan huzurlana oladiganligini bildirgan. Xitoyning bu qatim Uyg'ur usulini tilga ilishi yakka ahvol bo'lmasdan, Xitoy davlat taratqullari Uyg'urlarning kishilik huquqlarining dafsanda qilinayotganligi to'g'risidagi ayblashlarga qarata xushal holda usul o'ynayotgan Uyg'urlar bosh tema qilingan bir qator video suratlarni tarqatgan. Simon Fraser Universitetining xalqaro tadqiqot fanlari dotsenti, Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosiy jihatdagi mutaxassis Darin Baylerning bildirishicha, bu Xitoy fuqarolarni o'zlarining osonliq millatlarni atalmish ozod qilganligiga, Xitoy hukumatining inoq ko'p xillikni ro'yobga chiqarganligiga, shundaqla Xitoyning Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlariga o'xshash jahongir kuch emasligiga ishontirishni maqsad qilgan necha 10 yillik tashviqot an'anasi ekan. Egilinicha Xitoy doiralari 2022-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Xitoy ziyaratining oldida Qashqar shahridagi necha yuz Uyg'ur erga namoyanda xarakterlik Yetka masjidining oldida samo o'ynash uchun pul bergan. Morning Star Online Tour'ning 18-maydagi xabariga ko'ra, Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini Xitoyning g'arbidagi Xi'an shahrida o'tkazilgan bo'lib, Xitoy raisi Xi Jinping shu kuni O'rta Osiyo allari bilan temir yo'l va boshqa jihatdagi savdo aloqalarini texnik quyuqlashtirishga va'da bergan, hamda neft va tabiiy gaz boyliqlarini o'rtaq etishni tashabbus qilgan. U rayon rahbarlari bilan ko'rishganda qilgan so'zda Xitoyning atalmish o'zaro manfaat yetkazishadigan hamkorlik kun tartibining taraqqiy qilayotgan davlatlardagi vaznining kun sari kuchayayotganligini ta'kidlagan. 2 kun davomlashgan mazkur yig'in Amerika prezidenti Jo Bayden boshchiligidagi G7 rahbarlarining Yaponiyadagi uchrashiga to'g'rilangan. Mazkur yig'in Xitoyning o'zini markaz qilgan savdo va bexatarlik to'rini taraqqiy qildirib, Amerikaning uzundan buyon davomlashib kelgan dunyo rahbarlik o'rniga qarshi turish o'rnishini aks ettirgan. Xitoy atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusini o'z ichiga olgan shakllarda temir yo'l projektlari va savdoga aloqador boshqa projektlarni ro'yobga chiqarish uchun O'rta Osiyoning iqtisodiy ul muassasalarini taraqqiy qildirishiga yordam berayotgan bo'lib, bu Rossiyaning mazkur sobiq Sovet Jumhuriyatlaridagi ta'sirini ojizlashtirib o'tgan. Xi Jinping Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlariga qilgan so'zida biz iqtisodiy va savdo aloqamizni kengaytirishimiz kerak degan. U yana g'arb rahbarlarini tanqidlab, Ukraina va Gruziya qatorliq davlatlardagi hukumatlarni ag'dirib tashlagan harakatlarni imo qilgan holda O'rta Osiyolarni tashqi mudoxilalarga va rang inqilobi qo'zg'ash urinishlarga qat'iy qarshi turishga chaqirgan. Xi Jinping yana Xitoy bilan O'rta Osiyolarning neft tabiiy gaz boyliqlarini echish jihatda hamkorlashishni tashabbus qilib, energiyaga ziyoda muhtoj Xitoy iqtisodini gaz bilan ta'minlash va yadro energiyasini ilgari surish uchun O'rta Osiyodan Xitoyga tutishadigan qo'shimcha turib yo'li qurilishini tezlashni umid qilganligini bildirgan. Bulardan sirt Xi Jinping mazkur yig'inda yana Sharq Turkiston haqidagi atalmish bexatarlik andisini ta'kidlab, terrorlik, bölgünchilik va oshqo'llikdan iborat 3 xil kuchga qat'iy yo'l qo'ymaslik kerak degan. Apparel Resources Tour'ning 19-maydagi xabariga ko'ra, Fransiyadagi kishilik huquq tashkilotlari
Uniqlo va Zara şirketining hamda NTT şirketlerining ana şirketi to'qimachilik sohasidagi boshqa magnatlarning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning majburiy emgikidan foydalanayotganligini ayblab, yangidan arz sungan. Bu arz insoniyatga qarshi turish jinoyati, ig'ir darajada qulluq holatiga tushirib qo'yish, irqiy qirg'inchilik va odam atkaschiligi qatorliq ayblashlarni o'z ichiga olgan. Mazkur arzni Yevropa Uyg'ur instituti, Marki tashkiloti, Sheriklikka qarshi turish tashkiloti Shirpa va Sharq Turkistondagi jazo lagerida yetib chiqqan bir Uyg'ur ayol birlikda sungan. Mazkur arzga qarata tekshirish uchun bir sot ish tayinlanishi mumkin ekan. Da'vogarlar o'zlarining davlat alqagan kiyim-kechak shirkatlarining o'z mahsulotlarini, bo'libmi paxta mahsulotlarini ishlab chiqarishda Uyg'urlarning majburiy emgikidan foydalanish sababli duch keladigan bo'lg'usi ovorchilik jihatdagi engini o'stirmoqchi ekanligini bildirgan. Kishilik huquq tashkilotlariga ko'ra, Uniqlo shirkati, NTT shirkati qatorliq shirkatlar kam deganda Uyg'urlar majburiy emgakka solinayotgan zavodlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish bilan ayblangan. Bu tür şirketden başka Nike ve başka dağınıq markalarımı muşunun o'xshash ayblashlarga uchirgan. Anonimus Store'ning 19 maydagi maqolasida Xitoy Kompartiyasining yaqin yillardan buyon Uyg'urlarni bostirish salmoqini texnik kuchaytirib, ularning so'z, din va safar huquqini cheklaganligini qayd qilib, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan vahshiy jinoyatlarining insoniyatga qarshi ilib berilgan eng qo'rqinchli jinoyat ekanligini ta'kidlagan. Mazkur maqolada yana monolar ko'rsatilgan. 2017 yildan buyon Xitoy hukumati 1 milliondan ortiq Uyg'urni atalmish qayta tarbiyalash lageriga solgan. Tutqun qilinmaganlarni bo'lsa qattiq nazorat qilgan. Diniy jihatdan cheklagan va majburiy emgakka solgan. Shundaqla jazo lagerlarida tutib turilayotganlarning mutlaq ko'p qismining ustidan arz qilingan va ularning tutqun qilinishiga qarshi turishda hech qanday qonuniy chorasi yo'q bo'lgan bu xil vaziyatda G'arb tadqiqotchilari buni Yahudiy cho'nqirg'inchiligidan buyon osonliq millatlarning eng keng ko'lamda tutqun qilinishi deb qarashgan. Al Jazeera televiziya stansiyasining 5-oyning 4-kundagi xabarida kishilik huquqni kuzatish tashkilotining adliyalik tekshirishi naql keltirilib bunday deyilgan. Xitoy doiralari Uyg'urlarning Yanfununda atalmish oshqulliqning ifodasi deb qaralgan 50 ming xil hujjatdan har qanday bir boy yo'qligini nazorat qilgan bo'lib, hatto Yanfununda Qur'on detali topilganlarmi soqchilar tomonidan so'roq qilingan va tutqun qilingan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.